Assalomu alaykum. Men Valijon Ahmedov. Hozirda O'zbekistondagi yirik holdinglardan birida biznes analitik sifatida va shu vaqtning o'zida o'zim o'qigan FBA Academy'da SCC Tutor sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Men SCC'da o'rgangan bilimlarimni nafaqat o'qitish davomida, balki real ish tajribamni ham aktiv tarzda qo'llab kelmoqdaman. Men hozirgacha audit sohasida ishlab keldim. Auditdan keyin real biznesga o'zimdagi bor skilllarni yanada ko'proq apply qilish maqsadida real biznesga ko'proq value berish uchun ishlab chiqarish va boshqa ko'plab faoliyatlarni o'z ichiga qamrab olgan, ko'p sohalarda faoliyat yuritadigan yirik bir holdingga biznes analitik sifatida ishga o'tdim. U yerda ko'plab keyslarni, real holatlarni ko'ryapmiz. Biz nafaqat SCC'da nazariy tomonini o'rgangandik, bularni endi real holatda ham ko'ryapmiz va SCC'ning turli xil paperlarda olgan bilimlarimizni bir vaqtda ham dars berib, ham o'zimiz real bizneslarga tatbiq etib kelmoqdamiz. Hozir sizlar bilan shu o'zimizda bo'lgan real case'ni tanlab olib, bu bo'yicha birgalikda muhokama qilamiz. Nafaqat o'qitib kelayotgan nazariy bilimlarimizni amaliyotda ham qanchalik samarali tatbiq qilayotganimizni ko'rsatamiz. Biz bizneslarda har xil analizlarni olib boramiz. Bu analizlardan biri biznesda bo'layotgan har xil fraud and risks haqida bo'ladi. Ya'ni turli xil firibgarlik va o'g'riliklar haqida bo'ladi. Bularni biz SCC'da o'rgangan bilimlarimiz orqali bu jarayonda ishtirok etmasdan turib ham aniqlab, tegishli odamlarga xabar berib, ularga ko'rsatmalar berganimiz bo'yicha biznes uchun bir qancha miqdordagi biznesda bo'layotgan o'g'riliklarni aniqlab, kelgusi davrlarda bunaqangi o'g'riliklar kamayishiga o'z hissamizni qo'sha oldik. Hozirda keling sizlar bilan bir real case'ni misolida ko'rib chiqamiz. Aytaylik, bizda Product A bor. Product A ni periodni boshida, ya'ni biz faoliyatni tahlil qilishni boshlaganimizda periodni boshida 200 dona mana shu Product A bor edi bizda. Bu Product A shu periodimiz davomida yana 50 dona xarid qildik mahsulot yetkazib beruvchidan. Mahsulot yetkazib beruvchidan xarid qilgan tovarlarimiz albatta bizda mavjud tovarlarga qo'shiladi. Bundan tashqari o'zimizda omborxonamizda mavjud bo'lgan tovardan ham ishlatdik. Bu 170 dona edi. Endi tahlil qilayotgan muddatimiz davomida mahsulotlardan 280 tasi sotildi. 15 dona mahsulotimiz bizda sotuvga yaroqsiz bo'lganligi uchun hisobdan chiqarib tashlandi. Shundan keyin bizda hisob kitoblarimizga ko'ra 125 dona mahsulot qolish kerak edi. Lekin tegishli xodimlar borib, haqiqatda qanchaligini sanab ko'rishganda, haqiqatda 115 ta tovar qolibdi. Demak, bu yerda ko'rinib turibdiki, 10 ta tovar nimadir bo'lgan, yo o'g'irlangan yoki bu yerdagi hisobni berayotgan hisobchilar ma'lumotlarda adashilgan. Shuning uchun biz bu prosesda ishtirok etgan har bitta raqamni birma-bir kuzatdik. Kameralar ko'tarildi. Kameralar ko'tarilganda haqiqatan ham omborda 200 ta tovar bo'lgan va biz uchun mahsulotni xarid qilib beruvchi bo'limga aloqaga chiqdik. Ular ham haqiqatda shu tanlab olingan muddat davomida 50 ta tovarni yetkazib beruvchidan xarid qilganligini va bizni omborimizga ham aynan 50 ta tovar yetib kelganligini tasdiqlashgan. Endi keyingi bizda o'g'irlikning gumonlanishda eng yuqori bo'lgan joy omborxonamiz bo'lib qoldi. Omborxonamizni kameralari kuzatildi. Omborxonamiz kameralari kuzatilganda bizda mana shu tanlab olingan muddat davomida haqiqatan ham 170 ta tovar ombordan chiqib ketgan edi. Bu bizga berilgan ma'lumotlar edi xolos ekan. Sotuvlarimiz 280 ta bo'lgan. Sotuvlar avtomat tarzda shakllanib boradi. Bu haqiqatdagi miqdor ham bizga berilgan 280 ta bilan bir xil bo'lib chiqdi. Yaroqsiz deb topilgan mahsulotlar o'rganildi. Haqiqatan ham aynan 15 dona mahsulot yaroqsizligi aniqlandi va bu ma'lumotlar ham bu hisob kitoblarimiz uchun to'g'ri ekanligi bilindi. Shundan ko'rinib turibdiki, agar haqiqatan ham ombordan 170 dona mahsulot bizga berilganda edi, hisob kitoblarimizni xuddi shu tartibda yakunlaganimizda edi, 125 dona tovar qolish kerak. Lekin ko'rinib turibdi, borib skladni yoki omborxonamizni tekshirganimizda, skladda bizdagi hisob kitoblarimizdan ko'ra 10 ta tovar kam edi. Bu 10 ta tovar keyinchalik maxsus departamentga taqdim etildi. Bu bo'yicha barcha ma'lumotlar, bu ma'lumotlar Xavfsizlik departamenti tomonidan ko'rib chiqilib,
omborda o'g'irlik bo'lganligi aniqlandi. Bu 10 ta o'g'irlangan mahsulot, aytaylik, qiymati har bitta biznesda turli xil qiymatda bo'lishi mumkin. Shuning uchun biznesga yetkazadigan zarar ham shunga proporsional tarzda bo'ladi. Bu miqdor agar yirik qiymatdagi mahsulotlar bo'lsa, albatta katta zarar keltiradi bizneslarga. Bu zararlarni biz hozirda aniqlab tegishli choralar ko'rilmoqda. Bu aynan o'g'irlik haqiqatan ham sodir bo'layotganligini biz tezlik bilan signal beruvchi avtomat tizimlar o'rnatdik. Avtomat tizimlarni o'rnatishda sizlarga mana shu ko'rsatib berilgandek, xuddi mana shu algoritm biz tomonimizdan standartlarga muvofiq aslida qanday hisob-kitoblar amalga oshirish kerakligi bo'yicha algoritmni yozib berdik. Bu algoritmlar bo'yicha jarayon avtomatlashtirilib, bunday o'g'irliklar hozirda sezilarli darajada qisqardi. Har bir ma'lumotlar, SCCA kurslarimizda aytiladigan accurate informationlar berilsa va barcha rekordlar on time and correctly rekord qilib borilsa, bu kabi kamchiliklar aslida kuzatilmaydi. Lekin haqiqatda bunaqa emas. Bu kabi o'g'irliklar turli xil bizneslarda bo'ladi. Bu bizneslar ham mana shu SCCA dagi oddiy bir case orqali o'zlariga har bitta mana shu bo'limlarni to'g'ri nazorat qila olish orqali qisqartirishi mumkin. Biznesdagi biz hozir bir dona turdagi tovarni o'g'irligi qanday aniqlanishini ko'rib chiqdik. Bu o'g'irlikni aniqlashda biz F3 Financial Accounting kursidagi inventory mavzusini bir qismidagina ishlatdik xolos. Bundan tashqari SCCA kursi davomida juda ham ko'plab real case'larda tatbiq qilish mumkin bo'lgan va biznesga ko'plab qiymatlarni tejab berish mumkin bo'lgan real case'lar mavjud. Bularni FBA Academy'ga kelib, biz kabi ham nazariy, ham amaliy tajribalarga ega bo'lgan o'qituvchilardan bemalol o'rganishingiz mumkin. Videomiz foydali va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. FBA Academy. Study ACCA with professionals.